kaska bo'lmasa keyin ishtirab yozyapti. Mana bu taqib bergan sumkamda nimalar borligini ko'rsataman sizlarga. Mana 200 mingga ziyod pul hozircha mana elektr biloni kaliti namunasida. Mana bu akkumulyator, viloyatda mayda-chuyda narsalar, mana bunaqa narsalar. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mana bugun dadamga mashina sovg'a 300 kunlik challenge'ning mana bugun 97-kuni ekan, nasib bo'lsa. Kecha 96-kuni edi, montajda 95 ketib qolgan. Hozir ishdaman, davom etmoqdaman. Mana bu kaskani bilgan bo'lsalaringiz, kaskasiz 2 kun, 3 kun video oldim. Hozir bu kaskani qaytarib berishdi. Bu kaska bo'lmasa geylar ishtirab yozyapti. Bagida aybizlar bu yoq qilib, bagida 68 mingmi 15 kun ichida to'lasa shunaqangi aybizlab ishtirab yozyapti. O'shanga berib turgandim. Kaskang yo'q, bu yoq deb ayb axtaradi-da. Hozir men davom etmoqdaman. Nasib bo'lsa, hozir zakaz ishda endi restoran tomon yo'l olishim kerak. Qo'llab turing. Qo'llab-quvvatlab turgan hammaga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat hammaga. Bugungi taassurotlarni sizlarga ulashib boraman. Rahmat. Sog'lig'ingizda, charchamangizda kuningiz yaxshi o'tsin.